Savol. Assalomu alaykum ustoz. Bizning cho'nglar oqshimi uy supursa barakat qochidi, shu oila piqirliqqa qoladi deydi. Qaysi kuni to'rda turkiyalik bir mollamning payg'ambarimiz oqshimi uyni supurmay, qochquchini yuvmay uxlagan uyda barakat qochidi, piqirliq keladi degan deb qilgan tablog'i yo'llanibdi. Bizning cho'nglarning gapining asosi bormi? Shundaq hadis bormi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Bu xil gaplarning hadis shariflarda asosi yo'q. Uy hoyli aramlarni, shundaqla do'kon va ishxonalarni kechda yoki kechasi xoligan vaqtda supursa, qochquchlarni yuysa bo'ladi. Chunki tezlik kechiktirilmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hoyli aramlaringlarni pokiz tutinglar. Yahudiylar hoyli aramlarini pokiz tutmaydi deb buyurgan va bu tezlikni kechda yoki kechida yoki ma'lum vaqtda cheklamagan. Dinimizda pokizlik islomning bir belgisi hamda musulmon kishini maynachilikni Allohga yaqinlashishining vositasi qilib olgan boshqa dindagilardan alohida ayirib turadigan bir alomatdir. Aksicha kechda uy supurmaslik, uylarni tozalamaslik kasallik olib keladigan yomon odat bo'lib qolmay, sog'lom aqidani bulg'aydigan xurofot va shumpal ilishdak xato e'tiqoddir. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh.